Mijozlarni qadrlaydigan va ularning ustida qat'iyat bilan xizmatlarda turadigan magazinimiz. Assalomu alaykum. Siz ishonchli, 20 yillik tajribali, 20 yildan beri har bir mijozni rozi qilgan magazin House Mobile magazin tarafidan har kuni 100 dan ortiq zo'r chegirmalarni kuta olasiz va xohlagan smartfoningizni ko'rdingizmi? Albatta qo'ng'iroq qiling. O'ylanib o'tirmang. Bugun sizni videoda sizni telefoningiz chiqmasdan video tugamaydi inshaalloh. Eng oxirgi model iPhone 7 Pro $1480 ga chiqyapti hozirgi narxi. Narxi esa $1275 ga. Yangida 100 batareyali. Bizga A90 modellarimizning ideal variantlari kirib keldi. Shunaqa yangi holatdagi smartfonlarimiz A+ segmentda va A- variantda. A+ $165 ga, A- esa $145 tashkil etmoqda. Bular ofitsialni o'tgan, salafallari daraj olinmagan Snapdragon 855 chipiga ega 6 ga 60 FPS 6+6 RAM 128 xotira. Planshetni $109 ga tab A9 modeli. Bunga sim karta ham o'qiydi. O'ta noyob narsa. Atiga $85 ga A14 dual sim kartali 128 talik. Atiga $105 ga Redmi Note 12s ni zo'r yangida saqlangan varianti 8256 lik va bu hali hammasi emas. 512 talik Note 13 Pro Plus 5. Atiga $220 ga tasavvur qilib ko'ring. Bu narx juda arzon. O'ta kuchli smartfon. Odatda Note 13 Pro eng hadavoy model. Tez sotilib ketadi, ulguradi. Bu gal arzon narxda $159 ga taklif etiladi. iPhone 16 Pro Max taklif etar ekanman. 256 97% narxi esa $770 ga. Ideal holatda sal ekrandan soyasi bor xolos. iPhone 15 Pro ni 128 $660 ga. iPhone 14 Pro Max 128 83% toza ishonchli eSIMlargacha o'tgan, hattoki 128 GB 95% ideal variantlari ham bor. Narxi $620 dan chiqadi. 128 95% narxi esa $505 chiqadi. iPhone 14 Pro ni 128 88% ideal yangidek variantlari, iPhone 12 ni 128 95% $270 ga. Odatda 128 talik 95% bu 64 talikdan arzon narxda berilyapti. $219 ga ideal iPhone 11, 128 GB 90 dan yuqori iPhone 11 ni A+ $260 ga, 12 Pro Max ni 512 ga 98 128 talik narxidan arzon kerak bo'lsa $415 ga. iPhone 13 ni 390 dan kam sotilmayotganligini eslatib o'tgan holatda 128 95% holati zo'r holatdagisini 355 qilib beraman. iPhone 1 ni eSIMlargacha o'tgan 6486 $239 ga 100% toza varianti. $169 evaziga iPhone XR yorqin sariq rangda ishlangan. $80 ga iPhone 7 ni 32 100% ishlatish uchun tayyor varianti. $85 ga 8256 lik 13 100 105 sotiladigan telefon. 130 120 sotiladigan telefonni $119 ga 8256 lik Redmi Note 13. S21 qaranglar A+ $220, A- $190 gacha bor va buni biz Telegram kanallarimizda batafsil hamma taraflama video qilib, xususiyati narx haqida ma'lumot berganmiz. Hozir videoni pauza qilib pastda havola bor. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham zo'r chegirmada batafsil ma'lumotlar sizlar uchun. Xiaomi 14 Pro mukammallik, tezkorlik $445 ning ichida. $119 ga aylik yuz bitta sim kartasi o'tgan toza varianti. $245 ga S22 ni A- varianti. Atiga 2 kun ishlagan A56 modellarimiz. Bu hattoki bizda Xiaomi 12 Lite 8256 ni $170 ga qilib berishga tayyormiz. Va men sizga chegirma narxda S20 modelimizni $165 ga qilib beraman. S20 Note 20 Ultra, Note 20 esa ideal holatda 180 ga A-, 240 ga A+ variantlarini taklif etaman. Tiffany rangda iPhone 16 128 90% $680 ga, 128 90% $650 ga oq rangi bor. 21 Plus modellarimizning ideal variantda toza ishonchli kafolatni oqlaydigan modellarni $255 dan qilib beraman. Xohlagan rangingizda kirib kelgan S21 Plus. $55 ga Realme tarafidan ishlangan, $60 ga Note 50 modellarini taklif etaman. Xudo xolasa bu smartfonlar bizning ikkinchi filialimizda emas, birinchi filialda. Ikkinchi filialda bilasizlar, noyob telefonlar bo'ladi. Ularni ham Telegram havolaga qo'yganman. Albatta o'tib obuna bo'linglar. Biz sizlarga
700 dan ziyod smartfon modellarini ikkala filialda taqdim etamiz. Kelishlarini so'rab qolaman, o'zim kutib olaman. Chiroyli qilib narxlarini bomba chegirmalarda inshaalloh sizlar